Assalomu alaykum, hurmatli fermer xo'jaligi rahbarlari. Sizlar bilan Farg'ona Vodiy agroklinika MChJ rahbari, O'simlik klinikasi rahbari Akmaljon Maqbulovman. Bugun juda muhim masalada gaplashmoqchimiz. Bu ogohlantirish deb hisoblaysizlar o'zlaring uchun. Holat og'ir. Hozir sababini tushuntirib beraman. Bu yil asosan respublikamiz bo'yicha ham 60-70% maydon birinchidan kech hamda o'ta kech ekildi va shu 60-70% maydon amafozsiz ekildi. Buni oqibati mana endi ko'rinishni boshladi. Qanday oqibati bor? Buni oqibati birinchidan kech va amafozsiz ekilgan maydonlarda g'allani ildizi yer betiga joylashadi. 2-3-4 santimetrdan pastga qarab yura olmaydi. Chunki amafoz 10 santimetr yer qatlamini g'ovaylashtirib berish kerak edi. Ildiz 10-12 santimetrgacha o'sib borish kerak edi. Endi amafozsiz ekilgan maydonlarda tuproq zichligi hamda ildizni pastga qarab yura olmasligi natijasida kech ekilgan maydonlarda amafoz bilan ekilgan taqdirda ham ildiz pastga qarab yura olmaydi. Endi ildiz yer betida joylashdi. Kun harorat mana 22, 23, 24, 25 kunlari 24 gradusdan 28 gradusgacha isidi. Shu kunlar isishi natijasida juda ko'p fermerlar menga tervoga bilan telefon qildi. Yuzlab rasmlar tashlashyapti. G'allam to'xtab qoldi. Savol shu, g'allam to'xtab qoldi. Amal sezilmayapti. Rivojlanayotganga o'xshamayapti. Ammo karbamid yedi 200 kilo orqasidan yana 250 kilo yedi. Amal juda sus degan savol bilan murojaat qilishyapti. Buni sababini tushuntirib beraman. O'sha kech ekilgan, amafozsiz ekilgan maydonlarda ildiz yer betida joylashib qolgandan keyin, chuqur botmagandan keyin o'z-o'zidan tuproqdan oziqlanish foizi 30-40% ga kamaydi. Endi biz o'g'itni qancha ko'p berganimiz bilan ildiz qancha kam bo'lsa, shuncha kam oziqlanadi. Shuning uchun endi eng yomon tomoni shunday bo'lyaptiki, tuproqni betida ildiz joylashib qolgandan keyin mana tuproqni betida ildiz turibdi. Tepada harorat 28 gradus issiqni berdi. Bergandan keyin nima bo'ldi? Endi nam tuproqda turgan yer betidagi ildiz fuzarioz kasalligiga chalindi va ildiz uchidan sarg'ayib chirish boshlandi. Endi o'zi ildizimiz oz edi, o'tgan yilga nisbatan 50% ildiz bilan turibdi. Shu 50% ildizni ham hozir 40% gacha sarg'ayib qolgan maydonlar juda ko'p. Ildizni yulib ko'ringlar, hammamiz yashnab turgan maydon bo'lsin, sarg'aygan maydon bo'lsin. Hammamiz kirib bug'doy ildizining har bitta maydondan olib yulib ko'raylik. Ildiz uchidan sarg'ayish boshlangan. U qachon bargda ko'rinadi? U barg uchidan sarg'aysa, eng ostidagi barg to'liq sarg'aysa, qolgan barglar uchidan sarg'ayishni boshlandi degani bu ildiz 30% chiri bo'ldi degani. Biz ko'zimiz bilan ko'rayotgan holat ildizni 30% chiri bo'lgandan keyin murojaat qilyapmiz, amal to'xtadi, sekinlashdi. Yashnab turgan maydonlarda ham bu jarayon ketyapti, sababi ildiz yer betidaligi uchun. Fuzarioz degan kasallik bu ofat o'rtoqlar, bu ofat. Zang kasaliga qarshi kurash bu ish emas, bu muammo emas. Zang shu bargni to'qimalarini zararlab fotosintezni sekinlashtirib beradigan kasallik. Lekin bu fuzarioz ildizni chiritadigan kasallik. Ildiz chirish boshlangandan keyin oziqlanmaydi, o'simlik oziqlanmaydi. Borinki 30% imkoniyatdan foydalanib oziqlanadi. Endi bu 30% imkoniyatdan foydalanib oziqlangandan keyin nima bo'ladi? O'z-o'zidan nimjon, kasalga moyil, immunitetsiz, ingichka poyali, hosil olish imkoniyati hattoki cheklanib, buzilish holatiga, agar xudo saqlasin harorat 30 darajaga chiqib ketsa, bu maydonlar buzish holatiga ham kelib qolishi mumkin. Endi shuni oldini olish uchun hammamiz bugundan uyg'onishimiz kerak. Bugundan uyg'onib barcha maydonlardagi o'simliklarni, g'alla nihollarini ko'zingizga sog'lom ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Endi erta ekilgan, tuplab bo'lgan, bir qarishdan o'tgan maydonlarga bu narsa zarar emas, lekin
o'shalik bir qarichgacha bo'lib turgan maydonlarda hammasini ko'chatini yulib, ildizini yuvib ko'ringlar, sarg'ayaptimi, sarg'aymayaptimi. Shu narsa sarg'aygandan keyin ko'rsalaring kech bo'ladi. Bu 30-40% ildiz chirigandan keyin sarg'ayib ko'rsatadi bu. Shuning uchun bugundan hammamiz kirib ko'ramiz, nazorat qilamiz. Eng yomon tomonini aytayin sizlarga, eng xavfli tomoni bargi uchidan sarg'aygan, tagidan sarg'aygan maydonlarga Raygres begona o'tiga qarshi aksial sepolmaymiz. Atlantis sepolmaymiz. Agar shu uchidan, tagidan baglari sarg'aygan maydonlarni yulib ko'ringlar, agar 30-40% ildiz sarg'ayib, suvlanib, chirish boshlangan bo'lsa, bu maydonlarga aksial yoki Atlantis sepsangiz shu maydon tamoman qurib qoladi. 60-70% ko'chat qurishi kutiladi. Bu o'tgan yil bo'lgan 100-150 gektar maydonlar xuddi shuni orqasidan buzilib paxta ekilgan. Buni sababini fermer ham tushuna olmagan, dori bergan mutaxassis ham tushuna olmagan. Buni dori kuydirib qo'ydi deb fermer to'polon qilgan, meni dorim mana bu yerda yaxshi ishladi deb dori sotgan mutaxassis to'polon qilgan. O'rtada bu yechimsiz qolib ketgan. Buni yechimi mana men hozir aytayotgan narsa. Fuzarioz bo'lib kuchaygan maydonga aksial Atlantis sepildimi, u maydon 60-70% gacha ko'chat qurib qoladi. Shuning uchun eng avval qiladigan ishimiz fuzariozga qarshi ishlash. Ertadan shunga o'rganamiz. Sog'lom ko'ringan maydonga ham ishlanglar, chunki ildiz yer betida bir yil hamma maydon chalinish ehtimoli juda kuchli. Xo'p, buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun birinchi qiladigan ishimiz 1 gektar maydonga 1,5 litr hosil 33 degan suspenziya bor, 1 litr fosfodar degan suspenziya bor. Shu ikkalasiga agar sog'lom kasallik belgilari ko'rinish boshlagan bo'lsa 100 gram pirazol yoki 0,5 litr Restler. Agar uchidan, tagidan baglar sarg'ayib qolgan bo'lsa 1 litr, 1,5 litr hosil 33, 1 litr fosfodar, 150 gram pirazol. Tarkibi aynan fuzarioz va gammozga qarshi ishlatiladigan pirazol degan fungisid bor. Eslaringda qolsin, pirazol. Shu fungisid bilan zudlik bilan ishlaymiz. Zudlik bilan ishlab, oradan bir hafta 8 kun o'tgandan keyin yerlarimiz gerbisid sepishga tayyor bo'ladi. Sababi ildizdagi chirishlar to'xtaydi, gerbisidni ko'tara oladi. Aks holda bunday maydonlar ta'sirida gerbisid yo maydonni quritib qo'yish ehtimoli kuchli bo'ladi agar kasallik kuchli bo'lsa. Agar kasallik boshlangan maydonlarga sepgan taqdiringizda ham bu gerbisidlar o'simlikni 15 kunga to'xtatib qo'yadi. Shuning uchun hammamiz ko'zimizni ochaylik, dalaga boraylik, bugundan ko'raylik. Biz Farg'ona Vodiy agroklinika MChJ shu masalada sizlarga yordam berishimiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona shahar, Istiqlol stadionining ro'parasida, Registon ko'chasi 3-uy, Istiqlol futbol stadionining ro'parasida o'simliklar klinikasi. Telefon raqamlarimiz 90lik kodi bilan 407 21 56, 94lik kodi bilan 302 32 36, 91lik kodi bilan 446 06 65. Zudlik bilan aloqaga chiqinglar. Bu videoni barchaga, kimi nechta fermer tanishi bo'lsa, tuman Telegram kanallari bo'lsa, MMTP Telegram kanallari bo'lsa, barchasiga bugundan yuboringlar. Mana erta bugungi yoqqan yomg'ir fuzariozni yana kuchaytiradi. Yerni to'liq nam qilib turib, quyosh keskin qizishi natijasida bu kasallik 2 barobar tez rivojlanadi. Bu video hammaga yetib borsin. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' bo'linglar.